Payg'ambarlar tarixi 2 qism. Tavhid bayrog'ini Sharq va G'arbda lapildatgan. Zulqarnayn alayhissalom. Zulqarnayn kalimasi 2 asr egisi degan ma'noni bildiradi. Dunyoning Sharq va G'arbini aylanib chiqishi, Allohning nur va qorong'uligini bo'ysundirib berishga o'xshash sabablardan uning Zulqarnayn deb atalganligi naql qilingan. Zulqarnaynning payg'ambar yoki vali ekanligi haqida o'xshamagan ko'z qarashlar mavjud. Qur'on Karimda Sharq va G'arbga qilingan safarlari zikr qilingan. Zulqarnayn Hazrati Nuhning o'g'li Yapasning nasldan bo'lib, asli ismi Iskandardir. Zulqarnaynni Makedoniyalik Iskandar bilan almashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Tarixdagi mashhur Iskandar milodidan burungi 3-asrda Makedoniyada dunyoga kelgan bo'lib, Hindistonga qadar yurish qilgan. U Aristotelning o'quvchisi edi. Iskandar Zulqarnayn Ibrohim alayhissalom davrida yashagan. Hatto uning bilan birga haj qilib, duosini olgan. Makedoniyalik Iskandarning kengaymichiligi Zulqarnayn alayhissalomning Sharq va G'arbga qilgan fatihlarga o'xshamaydi. Tarixiy materiallarga qaraganda Makedoniyalik Iskandar hech qanday bir sepil qurmagan. Shundaq deyishga bo'ladi-ki, Makedoniyalik Iskandar Allohga iymon etmagan va bo'ysundirilgan millatlarga odil muomala qilmagan. Butun hayoti yezilgan Iskandar bilan Zulqarnayn alayhissalomning alohidligi orasida hech qanday o'xshashlik yo'q. Buning sirtida Makedoniyalik Iskandarning Zulqarnaynga selishtirg'idak bir alohidligimi yo'q. Rivoyatlarda aytilishicha, Zulqarnayn alayhissalom kofirlarga qarshi urushda hammasining o'g'li Xizr alayhissalomga qo'shonining qo'mondonlik vazifasini berib, Yajuj-Majuj toifasiga qarshi mis va to'mirning birlashmasidan tarkib topgan bir sepil yasagan. Zulqarnayn alayhissalom Allohning dinini, tavhid aqidasini tarqitib, insonlarga haqiqatni tabliq qilgan. Zulqarnayn Madina Munavvar bilan Sham orasida Dumatul Jandal degan yerda vafot bo'lgan. Makka atrofidagi Tihama tog'iga dafn qilingan. Qurtubining tafsirida rivoyat qilinishicha, dunyoga faqat 4 kishilar hokim bo'la olgan. Bularning ikkisi mu'min, ikkisi kofirdir. Mu'minlar Zulqarnayn bilan Sulaymon alayhissalom, kofirlar bo'lsa Namrud va Buhiddin Nasrdir. Butun dunyoni hokimiyat ostiga oladigan 5-kishi bo'lsa, bu ummatdan chiqadi. U bo'lsa Alloh haq din, islomni barliq dinlardan ustun qiladi degan oyatning mazmuni bo'yicha Mahdi alayhissalomdir. Ali raziyallohu anhudan Zulqarnayn alayhissalomning dunyoning Sharq va G'arbiga yetib berishga qanday kuchi yetadiganligini so'rganida u shu javobni bergan. Bulutlar buyun agdiriladi. Lozimliq hamma narsa uning amriga beriladi. Nurlar uningga ichilib, kecha bilan kunduz uning uchun o'xshash qilib beriladi. Payg'ambar alayhissalom Makkada yashagan burunqi qavmlarning beshidan o'tgan ibratlik voqealarni bayon qilgan vaqtlarida Yahudi va Eronliklar burunqi millatlarning hikoyalarini o'z maylicha anglitishga boshlagan. Madinada oxir zamon payg'ambarning o'z ichidan chiqadiganligiga ishonadigan Yahudilar bor edi. Bular Makka mushriklarga u yerda bir payg'ambar chiqibdi. Agar u haqiqiy payg'ambar bo'lsa, uningdan ashabi kaf, Zulqarnayn va ruhning mohiyati haqida so'ranglar. Agar ashabi kaf bilan Zulqarnayn uchun to'liq ruhning mohiyati haqida qisman javob bersa, u haqiqatan payg'ambardir. Uningga agishinglar. Agar bu 3 narsa haqida javob berilmasa, u yolg'onchidir degan. Makka mushriklari payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, ashabi kaf va Sharq bilan G'arbga yurish qilgan Zulqarnayn kim? Ruhning mohiyati nima? deb so'ragan. Bu sababdan Kaf surasi nozil bo'lgan. Bu surada Zulqarnayn alayhissalom haqida mundaq deyilgan. Ular, ya'ni Yahudilar, sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashudi. Sizlarga men uning qissasini, ya'ni vahiy asosida bayon qilaman
degan. Onunğa biz ziminda haqiqatan kuch, qudrat ato qildik. Onunğa o'z maqsadiga yetishning butun yo'llarini osonlashtirib berdik. Zulqarnayn alayhissalomning muhim sifatlari. Birinchi, Alloh taolo Zulqarnayn alayhissalomga qudrat berdi. U sharq va g'arbga yurish qilib Zulqarnayn sepilini yasadi. Bu sepil mis va to'mirning birlashmasidan tarkib topgan. Ikkinchi, bulut va boshqa vositalar Zulqarnayn alayhissalomning amriga berildi. Uchinchi, uningga ilm va kuch-qudrat berildi. Buning bilan alohida saltanat va hokimiyat egasi bo'ldi. To'rtinchi, Zulqarnaynga oq va qora bayroq ihson qilindi. Kunduzi yo'l yurganda qora bayroqni orqasiga qo'ysa, orqasini qorong'ulik bosatdi. Shuning bilan dushman tanab qilib, qorong'ulikda mag'lub bo'ladi. Kechalari oq bayroqni oldiga oladi. Bu vaqtda o'zi va askarlari uchun hamma yer kunduzdek bo'lib yo'rib ketadi. Buning bilan dushmanlar ustidan g'olib keladi. 5. Zulqarnayn alayhissalom odil va xalqiga mehribon hukmdor edi. Bo'ysundirilgan mamlakatlardagi insonlarga oranglardagi gunohsizlarning handishi qilishi hojatsiz. Yaxshilik qilganlar uning kapolatini ko'radi. Deyish orqali marhamat bilan kengchilik qilib, insonlarning ko'nglida taxt qurdi. Insoniyat uchun foydali har narsani yaxshi ko'rdi. 6. Nafsi xohishiga agishadigan birisi emas edi. İnsanlar sepil yasash uchun iqtisodiy jihatdan yordam qildiganligini aytganida, Alloh yaxshilik yo'lida meni sizlardan behojat qildi. Sizlar menga faqat kuchinglar orqali jismoniy jihatdan yordam qilinglar, dedi. 7. Nihoyat sexiy bo'lib, boshqa hukmdorlarga o'xshash dunyoparast emas edi. Ko'p hadiya berdi. Nihoyat rahimdil va mulohim hukmdor edi. 8. Kamtar, salmoq va hikmat ahli birisi edi. Asosiy g'oyasi insoniyatga xizmat qilish va mazlumlarni hurriyatga erishtirish edi. U mol dunyosini hukmdorlarning rohat farog'ati uchun emas, xalqning ehtiyoji uchun sarf qildi. Tavhidga da'vat qilishi. Zulqarnayn alayhissalom mamlakatning chegarasini kengaytib, davlatini qudrat topqizib, Allohning chaqirig'ini dunyoga tarqitishga boshladi. Mu'minlardan tashkil topgan qo'shoni bilan avval g'arbga yurish qilib, kofirlarni tavhid aqidasiga da'vat qildi. Bu yurish g'arbning oxirgi nuqtasiga qadar yetib berib, quruqlik tugab, poyonsiz dengizlarga yetdi. Quyosh xuddi qora bir patqiq buloqqa petiyotganda ko'rindi. Ular u yerda kofir bir qavmga yo'liqdi. Ularning bir qismi iymon etdi. Iymon etmaganlar bilan jang qilib hammasini mag'lub qildi. Oxiri ularmo tavba qilib tavhid aqidasini qabul qildi. Qur'onda bu ahvol mundaq bayon qilinadi. Zulqarnayn Alloh uningga osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. U kun petish tarafiga yetib borganida kunning qorlayliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. U buloqning yanida bir turk qavmini uchratdi. Biz, Zulqarnayn, sen ularni jazolig'in yoki ularga yaxshi muomalada bo'lg'in, dedik. O'ziga bu shaklda salohiyat berilgan Zulqarnayn alayhissalom ilohiy o'lchamlarga qarab harakat qildi. Zulqarnayn aytdi: kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan u Parvardigorning dargohiga qaytariladi. Parvardigor uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Zulqarnayn alayhissalom insonlarni doimo iymonga da'vat qildi. Uningga agashganlar aman qilib, agashmaganlar jazosini chekdi. Zulqarnayn alayhissalom g'arbga yurish qilgandan keyin sharqqa yurish qilib, quyosh chiqadigan yergacha yetib bordi. Bu ahvol Qur'onda mundaq bayon qilinadi. Ondan Zulqarnayn Alloh uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga qaraganida kunning shundaq bir qavmining ustiga tushayotganligini ko'rdi. U qavmga biz
kunning haroratidan saqlanadigan kiyim imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Zulqarnayn alayhissalomning kayni-kaynidan mamlakatlarni bo'ysundirib, sharqqa qarab ilgirlab, madaniy hayot oxirlashgan. İnsanları ibtidoiy, ya'ni kiyimsiz, o'y-o'choqsiz jamiyatda yashayotgan sharqning eng yiroq nuqtasiga qadar yetib borganligi ma'lumdir. Uningdan keyin shimolga qarab yurish qilib, yot bir til bilan so'zlashadigan qavmga yo'liqdi va ular bilan tarjimon vositasi orqali so'zlashdi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Ondan u Alloh uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganida, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Zulqarnayn alayhissalom uchratgan bu insonlar Zulqarnayn alayhissalomga Yajuj, Majuj ismli maxluqlarning zulmidan shikoyat qilib, u maxluqlardan qo'g'dinish uchun bir sepil yasab berishni o'tindi. Bu sababdan Saddi Zulqarnayn, ya'ni Zulqarnayn sepil yasaldi. Bu qavmmo hidoyat yo'lini tanlab musulmon bo'ldi. Bu haqda Qur'onda mundaq deydi. Ular: Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qiluvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma silib berishing uchun sana bir qism mollarimizni bojga o'xshash to'lasak bo'lamdi, dedi. Zulqarnayn aytdi: Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan mollaringlardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma silib beray. Menga temir parchalarini elib kelinglar. Temir parchalari dövülünüp, ikki tog'ning orasi takshi bo'lganida kuyuklarni besinglar. Temir parchalari qizib, o'tdak bo'lganida u menga eritilgan misni beringlar. Ustiga to'kay, dedi. Ular, ya'ni Yajuj Majuj, uning ustiga chiqishqimi, uni teshishqimi qodir bo'lolmadi. Zulqarnayn aytdi: Bu, ya'ni to'smaning barpo qilinishi Parvardigorimizning ne'matidir. Parvardigorimizning va'dasi ishga oshganida uni tubtuz qilib o'tadi. Parvardigorimizning va'dasi haqdir. Zulqarnayn sepilining yiqilishi qiyomatning alomatlaridan birisidir. Bu sepil bugungi sadichil sepil emas, lekin qayerda ekanligi haqida ixtilof bor. Qiyomat yaqinlashganda sepil yiqilib, Yajuj Majuj toifasi yer yuziga tarqalib, fitna fasod chiqaradi. Yajuj va Majuj toifasi. Rivoyatlarda aytilishicha, Yajuj va Majuj buzg'unchilik paydo qiladigan millatdir. Yuzlari yapaloq, ko'zlari kichik, quloqlari uzun, bo'ylari qisqa, soni ko'p bo'lib, qiyomatga yaqin yer yuziga tarqaladi. Yajuj va Majuj qavmi tuyuqsiz ko'payib nopus oshidi. Chivin maynatchilik ichida birdamdala ko'payganidek, ularmo shundoq ko'paydi. Hozir ularning qayerda ekanligi Alloh taolaning ilmida bir sirdir. Vaqti kelganda Zulqarnayn sepili teshilib, bu qavm yer yuziga tarqaladi. Lekin Makka Mukarrama, Madina Munavvar va Quddusga kirolmaydi. Bu muborak shaharlardan boshqa har yerga kirdi. Yetib borganligi yerlarida yeb ichib, har narsani quritib, har yerni fitna fasodga to'ldirib yetadi. Chekatkaga o'xshash hasharotdek ziyon soladi. Natijada Alloh taolo ularni halok qiladi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda mundaq deydi: Yajuj va Majuj Zulqarnayn alayhisalom yasagan sepilni har kun qo'laydi. Dal teshiladigan paytda ularning boshlaridagi rais: "Bo'ldi qilinglar, qo'lash ishi atiga qolsin", deydi. Ular ketgandan keyin Alloh taolo sepilni texmi mustahkam bir shaklda asliga keltirib qo'ydi. Bu shaklda ularga taqdir qilingan kun kelguncha davomlashadi. Qachonki ularning insonlarga musallat bo'ladigan kun iroda qilinganida, ularning boshlaridagi rais: "Qani qaytinglar, inshaalloh Alloh xolsa at sepilni teshalaysizlar", deydi va
tunji qitim inshaalloh kalimasini qo'llanadi. Bu ahvolni payg'ambar alayhissalom davomlashtirib mundoq deydi. U kuni qaytib ketadi. Әтіс kelgan vaqtda sepilni qandoq qo'yib ketgan bo'lsa, shundoq ko'radi va u kundagi tirishchanlik natijasida sepilni tishidi. Echiladigan to'shikdan insonlarning ustiga bostirib keladi. Suvlarni ichib quritadi. İnsanlar ulardan qo'rqib qochadi. Yajuj va Majuj osmonga bir o'q atadi. Bu o'q ularning ustiga qonga milangan holda tushidi. Shuning bilan ular mundoq deydi: yer yuzidagilarni chaylab azdiq, osmondagilarni mo bo'ysundirdik. Alloh taolo ularning gajigillaridan tutadigan bir bo'r avatidi. Bu bo'ra ularning hammasini halok qilib, har birini parchalagan holda yerga tashlaydi. Muhammadning nafsi uning qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, yer yuzidagi butun hayvonlar ularning go'shtlaridan yeb, sutlandi va samirdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning rivoyat qilishicha, Miraj kechasi payg'ambar alayhisalom Hazrati Ibrohim, Hazrati Musa va Isa alayhisalom bilan uchrashganida qiyomat haqida so'zlashdi. Avval Ibrohim alayhisalom qiyomat haqida so'raydi, lekin u qiyomat haqida hech narsa deyolmaydi. Keyin Musa alayhisalomdan so'raydi. Uningmi qiyomat haqida hech bir ma'lumoti yo'q. Söz İsa alayhisalomga keladi. U qiyomatdan burun maydonga keladigan bir qism alomatlar menga bildirildi. Lekin qiyomatdan qachon bo'ladiganligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, deydi. Keyin qiyomatning alomatlaridan biri bo'lgan Dajjalning chiqishini bayon qilib mundoq deydi: Ondan men tushib uni o'ldiraman. Shuning bilan xalq mamlakatlarga qaytadi. Bu qitim ularning oldiga Yajuj va Majuj chiqadi. Har tarafdan tezlik bilan hujum qiladi. Ular borganligi yerida suvlarni ichib quritib etadi. Har yerni buzib, ostin ustin qilib etadi. Buning bilan xalq nola faryod qilib Allohdan yordam tilaydi. Menmu Yajuj va Majujning o'lishi uchun Allohga duo qilaman. Yer yuzi ularning purqidan intayin sesiq puraydi. İnsanlar buningdan qutulish uchun Allohga duo qiladi. Menmi duo qilaman. Alloh taolo osmondan yomg'ir yog'diradi. Shiddatli kelkun ularni dengizga iqitib ketadi. Ma'lum vaqtdan keyin tog'lar kichiklab tarqaladi. Yer bo'lsa teriga o'xshash yeyilib kengaytiriladi. Bu voqealar maydonga kelganida qiyomatning insonlarga qachon tug'ishi aniq bo'lmagan homildor ayolning ahvoliga o'xshash yaqin, har vaqt boshlariga kelishi mumkin ekanligi bildiriladi. Hadis rivoyat qilguvchilardan Al-Avvam bu haqiqatning Qur'on Karimdagi Yajuj Majuj to'smisi ichivetilganida ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirib chiqib keladi. Sura Anbiya 96-oyati bilan sabit bo'lganligini aytadi. Payg'ambar alayhisalom Yajuj va Majuj halok bo'lgandan keyin insonlarning xotirjamlikka erishadiganligi va ibodatini davomlashtiradiganligini mundoq bayon qiladi. Bu bay'atga, ya'ni Ka'baga Yajuj va Majujdan keyinmi haj va umr qilinadi. Ya'ni Buxoriy haj 47. Abu Said radhiyallohu anhuning rivoyatida payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: Aziz va jalil bo'lgan Alloh qiyomat kuni Odam deb nido qiladi. Odam alayhisalom labbayk ey Rabbim, men sizning amringizda, bütün yaxshiliklar sizning qo'lingizdadir deydi. Odam alayhisalomga mundoq bir nido keladi: Rabbing sana jahannam ahlini chiqarishga buyuruydi. Rabbim, jahannam ahlining soni qanchalik keladi deb so'raydi. Har 1999. Mana bu homildor ayollarning bola tushiradigan, kichik bolalarning qayrib ketadigan, insonlarning mast bo'lmagan holda azobning qattiqligidan xuddi mast kishilardek bo'lib qoladigan vaqtdir. Bu xabar sahobilarga nihoyat og'ir kelib, chiroylari o'zgarib ketdi. Payg'ambar alayhisalom so'zini davomlashtirib, Yajuj va Majujdan 1999, sizlardan bo'lsa 1001 jahannamga kiradi. Shunimi bilinglarki, sizlar insonlar orasida oq bir qaladiki qora bir tal qil yoki qora bir o'kuzdiki oq bir tal qilga o'xshaysizlar. Koinotning faxri payg'ambar alayhisalom
ümmetini bütün fitnelerge qarşı bulupmu Ya'juj ve Ma'juj balasıga qarşı agahlandırgan. Zeynep bin Jahish raziyallahu anhuma mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam bir kuni qo'rqqan holatda uyga kirdi va mundaq dedi: La ilaha illalloh, yaqin zamondagi bir balodan arablarning holiga voy. Bosh barmoq bilan begiz barmoqini halqa qilib ko'rsatgan holda bugun Ya'juj va Ma'juj sepilidan bunchilik to'shik ichildi, dedi. Men, Allohning elchisi, ichimizda solih insonlar bar turuqliq, hammamiz halok bo'lamdiq, dedim. Shundoq, yomonliklar ko'paysa shundoq bo'ladi, dedi. Hadis sharifda yaqinlashgan bir balodan voy arabning holiga deyish orqali arab ismining zikr qilinib boshqa millatlarning ismining zikr qilinmaganligining hikmati u zamonlar musulmonlarning asosiy jihatdan arablardan tashkil topganligidir. Bu yerdagi ifoda butun musulmonlarni o'z ichiga oladi. Bir qism olimlarning qarashicha yaqinlashgan balo ifodasi orqali Osman raziyallohu anhuning o'ldirilishi bilan ummat ichida boshlangan fitna ko'zda tutilgan bo'lib, bu fitnalar Ya'juj va Ma'jujning sepilida moddiy va ma'naviy bir to'shikning ichilishiga sabab bo'lgan. Zulqarnayn alayhissalomning hikmatlik qissalari. Zulqarnayn alayhissalom safarlarining birida muttaqi va nafsi orzularini yengishga tirishadigan bir qavmga yo'liqdi. Bu yerdagi insonlarning oltin kumushga o'xshash mol dunyolari yo'q edi. Ular faqat o't yash va ko'ktatlarga tayinib turmushini qamdaydi. Ko'ktatlarni qo'g'dashga ahamiyat beradi. Bu qavmda har bir kishi o'zining go'rini qo'lab, uni pokiz tutadi va ibodatini u yerda qiladi. Zulqarnayn alayhissalom bularning hukmdorlarini chaqirdi. Hukmdor: "Men hech kimning oldiga berishni xohlamayman. Xolis senimga kelsin", dedi. Zulqarnayn alayhissalom bu so'zni anglab hukmdorning yoniga berib, "Men seni chaqirsam, nima uchun kelmading?" deb so'radi. Hukmdor: "Sana bir ehtiyojim yo'q. Agar bo'lsa kelatdim", deb javob berdi. Zulqarnayn alayhissalom: "Bu qandaq ahvol? Sizlarga o'xshash qavmni hech bir yerda ko'rmadim", deganida hukmdor: "To'g'ri, biz oltin kumush, mol dunyoga ahamiyat bermaymiz. Chunki bir kishining qo'liga bulardan ozroq kirsa, texmi ko'pni xolab huzur buziladi. Shuning uchun biz mol dunyoga berilmaymiz", dedi. Zulqarnayn alayhissalom: "Bu go'rlarni nima uchun qo'ldinglar? Nemishqa bularni qo'lab u yerda ibodat qilsalar?" deb so'radi. Hukmdor: "Mol dunyoga berilib ketmaslik uchun shunday qildik. Qo'langan bu go'rlar kunlarning birida bizning u yerga kirganligimizni eslatadi va biz hamma narsadan voz kechimiz", dedi. Zulqarnayn alayhissalom: "Nima uchun ko'ktatdan boshqa yeydigan narsanglar yo'q? Hayvon beqib, süt va go'shtdan foydalansanglar bo'lmamdi", dedi. Hukmdor: "Oshqozonimizning hayvonlarga mazar bo'lishini xohlamaymiz. Ko'ktatlar bilan turmushimizni o'tkazyapmiz. Goldan o'tgandan keyin bo'ldi", deb javob berdi. Zulqarnayn alayhissalomning yana bir ibratlik qissasi. Bir kishi Zulqarnayn alayhissalomga: "Menga iymonimni quvvatlik va keskin bilim, to'liq ishonch kuchlantiradigan bir narsa o'rgatgin", dedi. U: "Hech kimga ochiqlanma. Chunki shaytonning insonga eng ko'p hokim bo'ladigan vaqti insonning g'azablangan vaqtidir. Aldirang'uliqdan hazar ayla. Aldirsang nisivangni yo'qotib qo'yasan. Yaqin va yiroq hammaylanga muloyim bo'l. Johil, inkorchi, zolim bo'lma", deb javob berdi. Zulqarnayn alayhissalom vafot bo'lishdan ilgari mundoq vasiyat qildi: "Meni yuyib kipallikdan keyin tavutga qo'yinglar. Faqatla qo'lim sirtda sangilab tursin. Xizmatkorlarim orqadan kelsin. Xazinalarim ot uloqlarga yuklansin. Xalq mening hashamatlik bir saltanat va dunyo mulkiga ega bo'lsam-mu, qabrga quruq qo'l ketganligimni, xizmatkorlarim va xazinalarimning bu dunyoda qilib, men bilan birga go'rga ketmaganligini ko'rsin. Bu yolg'onchi va fani dunyoga aldanmasin. Orqamdan kelgan qo'shin bilan sharq va g'arbni bo'ysundirdim. Qo'l ostimda nurg'unlagan xizmatchi va son sanoqsiz qo'shin bor edi. Hech kim amrimga qarshi chiqolmaydi.
Dünya mening hukmdorligim ostida edi. Cheksiz xazinalarga ega bo'ldim. Lekin dunyo ne'matlari boqiy emasdir. Mana sizlar ko'rganinglardek, dunyo meli dunyoda qoldi. Qabristonga quruq qo'l ketyapman. Sizlar oxiratda o'zinglarga foydali bo'lgan ishlarni qilinglar. Payg'ambar alayhisalommu Zulqarnayn alayhisalomning vasiyati bilan ishorat qilgan haqiqatni mundoq bayon qiladi. Meyitga, ya'ni qabristonlikqa qadar 3 narsa agishib boradi. Avlod, mol-mulk va amal. Bulardan ikkisi qaytib kelib, birsi qoladi. Avlod va mol-mulk qaytib kelib, amali, ya'ni uning bilan birga qoladi. Zulqarnayn alayhisalom savut va do'bilg'i yasab turmushini qamdidi. Ehtiyojidan oshqinini nafiqa qildi. Zulqarnayn alayhisalomga salom bo'lsin.